ekan. Zo'r, ikkovi ham zo'r. Jon, bana sen ana chetga turdi. Jonim, sen de anaqa bosh. Ne qilgan? Ana, eri saqani ko'zini qara. Bir qarashiga bu yoqqa, bir qarashiga bu yoqqa ketib qoldi. To'xta! O'zbasay. Qat eri saqani til orqaga ketib qoladi. Qash qo'lida jindisin bir ich. Olsa. Şaka. Yürüyene cinni oğlan. Bir normal adam ne diyorsun ona? O adam bunu yediği kırar. Bir nağa şakası geçip bulaydı o ayaklar. Kalktın ki bak. Şekerden kim attın bu? Şekeri taslap kettinler bu. Şekerden bula çıksan. Doğum gerek bu doğru mu? Doğum gerek. Casas gerek bu. Bir özden taksiler dur. Doğum değil. Niye bu şeyde doğum bitti kalkalım? Yürü var mı? Bırak donlarına sen bak. Kalktı desem donmadı da dedi. Bir o ağamızı yürüyerek dedim. Vardı. Varsa konkret ne don bitti diyecek. Prosta ahvalım bakın analar komşuya gidelim. Kopumuzda kanday su? Oo, bu Kırgızstan su bu işi. Bir iş. Oy, şakap kettinler sizler. Oy. O tatlısını kara. Vitamin koy mu? Конечно, oy, işe. Oy, bay. Oy, muzda koy. Hadi, o görüyorsun bak. Kırgızstan suda. Zor koyun bu. Oldu diyeyim, vakti vermesi. Nege? Kazı suyu zorluğunu bırakmasa bizge vermeye koyar. Oldu. Oza Kırgızstan'da suyu tüken kalattı cinlisin ben. Hürmetli Kırgız yeri. Korkutlar mı sizler suyunuzu kim işittir bakalım. Ne olur? Evet doğru bakın. Ben bir dengeni bildim. Biz Özbekistan'dan geldik, doğru mu? Bizge qo'shilib Qoraqalpog'istondan ham komanda keldi. Qoraqalpog'istondan? Seriozmi? Kedinga? Yo'q, uni suv so'rab keldi. Qo'rqmasa. Eri bo'ldi qaysi? Yo'q, o erini saqani qarni qo'ldirlab. Eri saqani ham qarni o'zida qo'ldiraydi-mi? Qarni ashkan kezde qo'ldiraydi. Ne deysiz endi? Bilasizmi o'shanday dovusni qayerda eshitgan birinchidan? Qayerda? Bu O'rta Osiyoda Svetoshkada. Jürilerde qarasa, ba'zilar qo'ya. Men barini o'ylab qo'yganman bu. Barini ortiga bir odam qo'yib, qo'liga igna berib qo'yganman bu. Nega? Zo'rmi? Biz chiqib bir tiq oladi. Alo. Bo'ldi, belki bo'ldi. Bo'ldi, gap yo'q, bo'ldi. Kim? O yeni sağın ardındaki adam. Ne deydi? Mıksı olavat. Hazır. Tor koymanızı şaşman. Yeni sağın suyum koy. Sizge şer yazdım koy. Şer? Aytın. Kalıslarda yeriniz ağa. Kar jağadı pağa. Kızlar buna jüriydi bunu bari bileydi o. Kimdi o? Kim? Bir annesi nerede? Vay ama kimdi o? Vay. Abayga da şer var koy. Aytın. Oş birimden keldi abay. Kasları kapkara ayrılanlar. Kızlar bilan jüriydi çok iyi o da. Ne çok mağa ne diyorsun o? Zamat kalacak. Vay kimdi o? Oy, erbiyer ketdi o. Erbiyerga da şer var koy. Aspanda jarıq ko'rsang yulduz deb bo'ldi. Stadionda yumaloq top ko'rsang erbiyer deb bo'ldi. Hey, nega Samatga she'r aytmadingiz? Samat qarasi. Qashaq o, sana. Jürilerde qarasa, endi Samat qarasi. Baridan ajralib tur Samat qarab o'tirishlar. Nega shu ajralib tur? Birov qo'zlagandan keyin edisini de ajralib tur. Sen o'zi qaysi yildasan sen o'zi? 91. 91 mi? Uylandingmi? Yo'q. Sen jiddisinmi? Uylan tez-tez. Esingdan chiqib ketadi kadar. Men Dubayga bordim. Dubay qanday? Dubay вообще innovatsiya kuchli qo'ydi. Seriozmi? Komnataga kirasan-ku, va ekran bitib qasaq chalsang bor-ku, svet chalar. O hech nima emas. Sen o'shga kelsin, svet chalsa bari odam qarsak chaladi. Sen muhakkak keshi bor. Kim bu? Kimsin o'zi? Sen nega tushibsiz?
komandada? O'zlaringiz aytdingizlar mana kimda talant bo'lsa chiqsin sahnaga deb. Talant? Oo, sizda talant bormi? Bor. Qanday talant bor? Любой звукda og'zimda o'xsa talant men. Oha, любойni demasang, bir zvuk aytib uyoq qolasiz. Qara, bir shart bormi? Qonaqlarni deb bizlarda kim turamiz? Mana zalda ortida mashina o'tib ketayotgan zvukni o'xshatadasizmi? Bo'p, ket. Barimiz jim turamiz, ketma. Endi qara, mana shamur shahvati, mashina o'tib ketyapti. Shuni o'xshat. Bo'p, qara. Axir nega bo'layapti? Jamg'ar tinib qoldi. Hech nega emas, qiyin qilamiz, qiyin. Tasavvur qil, bari yer tuman bor. Appa, hech nega ko'rinmaydi. Hech narsani sezmaysiz, so'lda mashina o'tib ketyapti. Bo'p. Ne bo'lib ketdi qazi? Tumanda adash novqatning yo'lda kirib ketdi. Mana rahmat. Voy rahmat, bir degani bilib qoldim. Mana statistik ma'lumotlarga qaraganda biz erkaklar ayollarga qaraganda insofliroq ekanmiz. Mana ayollar bir erkakdan qancha narsa istaydi, qanday, to'g'rimi? To'g'ri. Biz erkaklar qancha ayoldan birdek istaymiz, qo'y, to'g'ri. Yes. Suyu deb aytdim. Baldar. Oy! Baldar. Qonaqlar. O'shiraman. Qonaqlar sen aytmasang, lekin bu qadrg'ay so'qib aytib beraman. İşxonasidan oshxonasiga bo'sh. Assalomu alaykum. Bizdan ochiq tomosha. Pop parasati umuman svashik diskotekada. Alkolunda ciddisinda. Ne qilyapsan mana turban, ne qilyapsan? Mana suv o'tida turban ne to'shqaga qo'yib qo'yibdi-da. Bu suv turib emas, bu narxida birovlar tashin boshqonlar o'zi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda figura stavda qizlar suvda cho'kmaydigan. Ulantaus uyg'ulodan ko'rinish. Qizim keshimini yoqa. Qara seni so'rab kelib to'g'ri sen. Abba men hali yoshman. So'l jasimga uchastkavoy so'rab kelibdi, ne qilib chiqdi? Suv ichganlar chilla sovuqda ko'lning chegida svidaniya. When marimba rhythm starts. Men sen suyimsan. Yo'q, sevmedim. Qani odamaga bekazat qilib berasiz, siz suymaysiz. Davay, ne qilish kerak? Ammo pulga o'zingiz tastamiz. Ko'lga, sovuqda suvga. Ko'rdingizmi, suymaydi ekansiz. Bo'ldi, isbotlayman. Dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close. Ay sağlık ekan canım, sen sevaman. Canım, siz meni suyadi ekansiz. Endi bizim to'yimiz bo'ladi. Men sizga 5 o'g'il, 5 qiz to'lab beraymi? When marimba. Canım, to'yimizga garanti berim, lekin 5 o'g'il, 5 qizga bo'lmaydi. 10 yil baliq qarmab yurgan akamiz raddomda. Oy, atib ma'lumot. Yo'qmi, Jetki baba, nimaga? Bir suratga tortib qo'ymaysizmi?
o'zining atasa qanday bo'ladi? Assalomu alaykum. Ana, davlinam tushib ketdi, soni ko'tarib keldi. Davlina tushib ketdimi? Bu zo'r dori bor-ku. Mana Anjelika degan dorimiz bor-ku. Вещества, давление. Rahmat. Yaxshi qizlar yerning har bir burchida bo'ladi. Telekka qarshi yer to'g'anoq. Ularimiz barchamizni boshimizdan o'tgan o'qiyan. Zo'r selfie o'zim shekilli qo'yamsha. Aygim Rasul qizining 70 yosh qurag'i mening 20 yosh qurag'i ko'chada kezib qoldim. Marhamat. Voy voy, jasti kezim do'stimga bilmagan ekan. Hurmatli ayollar, janozalar, Oskar kinofestivalida qo'sh kelingizlar. Alvaqti jo'lo. Bollivuddan Amitabh Bachchan va Shahrukh Khan. Ikki Gollivuddan Tom Cruise ayol bilan. Üçüncü yolu Alvaçkıcı Kinofestivalda birinci yol Kırgızistan'da Erkin Canayebil. Samat, bizni chaqiryapti. Rahmat. Rahmet, barliqlaringizga rahmet, ulkan rahmet, cho'ng rahmet. Biz mana o'sha ishimiz so'ngida ne demoqchimiz? Bugungi ko'ngil yigitlarda uy bo'lu deb oladigan bo'lsak, bizda bari uy bo'luga bir ata kerak, to'g'rimi? Biz ko'ngil yigitlar uy bo'lusini atasi Elisata. Bizning atamiz Elisata, to'g'rimi? Farzandlar. Afsuslar bo'lsinki, men o'z o'g'limga ishonib xato qildim. Oilamiz an'anasini, tuyg'ularimni har bir nafasini tushunan deb o'ylagandim. Qattiq ranjitding meni o'g'lim. Sizdan ranjitmoqchi emasdim, dada. Meni deb ko'zingizga yosh keldi. Dadajon, endi meni dada deb chaqirishga haqqing yo'q. Bir lahzada begona bo'ldim. To'g'ri qildimmi, oyi? Rahmet, albatta buning bari hazil edi. Hozir kunga kelib ba'zi bir ballar kuchga to'lib, uy-joyli bo'lib, axshiga jumsda kirib, o'z ota-onasini tashlab ketyapti. Yoki bo'lmasa, mehribon qariyalar uyiga olib tashlabdi. Bir degani aytib qo'ymoqchimiz, biz hech qachon o'zimizni, otamizni, onamizni deb hech qachon qariyalar uyiga olib borib tashlab ketmaymiz. Nega? Endi qaysi yerga boramiz? Qirg'izistondanmi?